Diyarbek, bu to'sinlar o'zingizdan chiqqanmisiz 80 million ketibdi-da bundan tashqari. Yo'q, barhamchi yarmisi o'zimizdan chiqqan. Yarmi sotib olingan. O'shanda 80 million ketgan. 80 million va'da. Agar polni olganda 100 million ketib 100 qolishi. million, jichchagam 100 million va'da bo'lib qoladi. 5,5 metr eni Diyarbek. 5,5 metr barhamchi. Bo'yichi Bo'yi 3,5 metr. 4 metr qilsa 4 ham metr qilsa yana ham zo'r bo'ladi. yarqroq bo'ladi-da. Balandroq bo'ladi, yaxshi bo'ladi. To'g'ri. Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib kelyapti turgan aka-ukalar. Barchangizga bugungi kun xayrli, barakotli o'tsin. Akalar, bu videoni o'tkazmay oxirigacha ko'rib turinglar. Bugun sizlar uchun maxsus video bo'ladi. Video boshidan like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Inshaalloh Chorvaga yangi kirib kelyapti turgan akalarimizga mana shu qo'yxonani o'tgan safar chiqaruvdi, ko'rgan bo'lsalaring, mana do'stimizdan batafsil ma'lumotini yetkazib o'tamiz. Diyarbek, assalomu alaykum, charchamang. Zugab turibsizmi? Charchamaymiz. Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamang. Yo'ldingizmi? Xudo xolasa mana qo'yxonamiz endi bayda proyektini Noldan shu obunachilarga ulashasiz. O'tgan safar sizdan ozgina ma'lumot olib chiqaruvdik. Endi ko'pchilik yozishdi kommentariyaga, aniq ma'lumotni aytib, o'zlarim bilan video qilib bering deganlar uchun talablarga binoan sizni chaqirdim. Noldan oxirigacha qancha ketgan, to'sin, turba, hamma yo'g'icha Puligacha da xolasa aytib o'tamiz, a. Xudo xolasa. Xolasa mana ko'rib turibsizlar, zamonaviy qo'yxona quraman degan akalarimizga taklif qilib qolamiz akalar, ko'rib turibsizlar. Hamma joyi kelishgan holatda chiroyli qilib bitkizib qo'yishgan ekan. Buni videoda boshlayveramiz, a Diyarbek. Boshlayveramiz. Hop, Diyarbek, boshlayveramiz. Yo'qsam, birinchi mana misol mashqurani qurish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak? Joyigami? Endi joyiga birinchi o'rinda sifatli chiqish kerak barabar. Sifatli. Biroq qo'yam tursa, qo'yam chiroyli To'g'ri, ko'rinadi. Sifat bo'lishi kerak hamma joyda. Hamma joyda sifat. Qurollar barhamcha buni o'g'ram bor-ku, o'ta arzon qilib tushgan. Arzon qilib. Ha, misol mana barhamcha mana shu shunda kuyilgan mana shu birar semen kuyilgan. Semen kuyilib tekis bo'lgan. Pishganishda mana 4 qator urib chiqqanmiz. Pishganishdan urilgan. 4 qator urib chiqqanmiz, bag'i mana strafildan ikkita shuni bolkaga qotirib qo'yganmiz bo'ldi mana. Hop, Diyarbek, yo'qsam, misol hozir ko'rishyapti obunachilar ham noldan misol joylari bor akalarimizga noldan o'rganamiz. Hop, uzunligini aytaylik birinchi, mana shu uzunligi 40 metr. Uzunligi 40 metr mana akalar. Mana shu yerdan, mana shu eshikdan hop, mana shu tomongacha 40 metr. 40 metr barhamcha. Hop, enigachi, mana shu enini ham aytib keting. Eniga 5 metr shekilli barhamcha, 5 metr shunaqa. 5 metrdan oshiqroqmi shunaqa. 5 metrdan 5,5 metr deylik, ha. 5,5 metr. 5 metr ya 5,5 metr. 5,5 metr deylik. Hop, 40 ga 5,5 ga joylashgan ekan qo'ramiz. Hop, balandligicha Diyarbek? Balandligi 3,5 metr. 3,5 metr. Sal balandroq qilsa ham bo'laveradi. Iloji boricha 4 metr qilsa ham bo'laveradi. 4 metr yorug'roq bo'ladi. To'g'ri keldi. 3,5 metr qildik. 3,5 metr ham haligi. Balanddan emas, past emas, o'rta holda. O'rta holda. O'z aslida balandroq bo'lsa, zo'r bo'ladi. Havo ham aylangani zo'r. Effekti yaxshi. Effekti yaxshi. Qo'ylar ham xotirjam turadi. Shabada, adamada kirib chiqaveradi ham. Kirib chiqqani oson. Kirib chiqqani oson. Hop, Diyarbek, nechta qo'raga mo'ljal nechta? Baramja 3 ta qo'raga bo'lganmiz. O'zi aslida 3 ta boksdan bo'lingan bey. 4 ta qo'ra bo'lingan. Hozir 3 ta qo'ra boksdan iborat mana. Baramja yangi bitgani uchun hali remont qilganimiz yo'q ichida. Mana maylarga ham mana profildan chiroyli qilib eshik qilamiz. Hali yog'ochdan qilib qo'yilgan, vaqtinchalikka. Vaqtinchalikka mana yog'ochdan qilib qo'ydik. Yog'ochdan qilib qo'yilgan. Erta bahordan xudo xolasa bularni buzib, to'rxona chiroyli qilib bo'lib, to'rga bo'lasiz. Bo'lib qolamiz. To'rga bo'linadi. Mana akalar chiroyli qilib bitkizib qo'yilgan ekan. Mana yerda ancha joylar ham bor ekan. Hop, Diyarbek, yo'laklar ham kengina Bahramjon. Ichini necha metr? Ichini ham aytib ketaylik. 3,5 metr. 3,5 metr. 3,5 metr. Qo'y bemalol turaveradi. Bemalol. Baxillar 3 metr, 2,5 metr qilib qo'yapti-yu. Biz kengroq ketganmiz. Kengroq bemalol yuraveradi. Qo'chqar bahsa ham bo'laveradi. Qo'chqar sovliq, livoy qo'yga bo'laveradi. Bozorda qo'yi, o'sha yutib qo'yadigan qo'ylarimiz bor. Oldi sotdi qo'ylar kelib turadi beyga. Oldi sotdi qo'ylarga. Mana yo'lagichi? Yo'lagi Bahramjon 2 metr. Yo'lagi 2 metr. 2 metr. Xotirjam mana Bahramjon mana sloslarimiz turibdi mana. Mana yem bir qatordan pol yem turaveradi. Yo'lakdan ham xotirjam mashina sig'adi Bahramjon. Mashina sig'adi. Xotirjam mana. Akalar yem alashtirgani ham joy yaxshi, ancha keng bo'lsa, hali ishlagani ham yaxshi bo'lavergan-a. Keyin Bahramjon bitta aybimiz qolib ketgan, mashinedan o'rtadan bitta eshik ochmaganmiz. Eshigi yo'q hozir. 40 metr. Hop. Qo'ramiz o'shanda 3 ta qo'ra hop 25 metrcha bor ekan-a? 25 metr mana. 25 metr. Yarim soatdan chiqadi Bahramjon qo'y, aylanib. Mana aylanib. To'g'ri. Yarim soatdan chiqadi. Mana akalar o'shanga e'tibor berib ketaylar. Mana shu 3 ta qo'ra qilishgan ekan, oldidan bitta o'xriq nima deydi?
ish qilib ketsalaring aylanib qolmaydi. Erta borga plan qilyapmiz. Menelarni, ichlarini remont qilib, meylarni chiroyli qilib, qum sovuqlarni qilib, cho'tik qilib, chiroyli qilib qo'yamiz. Shunda mendan bitta eshik ochib ketamiz. Eshik ochiq qolsin. Eshik ochmasa Hozir jichcha qiyin bo'lyapti. qiyin bo'lyapti. Nimaki baydagi qo'y narigi tomondan chiqishga to'g'ri kelib qolganda, to'g'rimi? To'g'ri. Agar obunachilarga aytyapman, oldidan ham bitta eshik qilib ketinglar. 1,5 metr eshik qo'yib ketish kerak. Ya u chekkada, ya bu chekkada. Qo'yib ketish kerak. Ketsa yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Hozir erta borib ham joyda remont qilib, tindirib boshqatdan video qilamiz. Boshqatdan video Endi qilamiz. bu yaqinda qurilgani uchun mana mayli mana o'zimiz mana qishloq sharoitida pristlar baylab Ko'rib qo'yganmiz. turibsizlar. Xudo xolasa endi erta bor chiroyli qilib, bayda montajini tindirib qilamiz. Lekin Diyorbek bitta gapda endi. Bunchalik qilib olishni o'zi oson emas, to'g'risi. Bunchalik qilib olish qiyin. Nimaki ekran ortida mana tomoshabinlar o'tiribdi. Akalarimizni hammasiga nasib qilsin mana qo'ylarda qo'y baqish. Xudo xolasa. Sizga ham endi savol, nechta qo'ydan boshlagansiz? Misol, siz ham yangi kirib kelgansizda, qo'y baqsizlarni ham chiqardi yaqinda. 4 yil bo'ldi kirib kelganmizga. Ikkita qo'ydan boshlaganmiz. Ikkita qo'ydan boshlab hozir mana oborotingizda 150 boshgacha. Shunaqa, 100 ta 150 ta. 150 bosh qo'ygacha yetdingiz. Chorvada baraka yaxshi yabadi qo'yda. Qo'yda baraka yaxshi. Misol biz ham To'g'risiga baramcha molga ham jehib ketdik, planimiz o'zgarib qoldi. Endi baydan qo'yxona qilyapmiz. Aytdi ham ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Baraka ancha ko'paygan, xudo xolasa mol bahmasdan bayda ham qo'yxona qilishga endi qaror qildik endi. To'g'ri. Salafonlarni ham to'sib qo'yibsiz, qish kunida mana. Salafonlarni ham cho't qilib ag'dan mixlangan. Mixlagan ham bo'lsa tekkisi mana qo'y misol baydan chiqarib ketyapmiz, qo'yib baqa mana. Yirtib ketmasligi uchun, ha, to'g'ri. Strapdan 3 qator terib chiqqanmiz. Agar o'tga o'tib ketmasligi uchun to'sib qo'yishdi. O'tib ketmasligi uchun mana o'ta baquvvat. Yorbek kirallar ham qo'yib ketilgan ekan. Kirallar ham qo'yib ketilgan mana. Sharoit haqiqiy. Bitta, ikkita, uchta. Bag'da ham bor ekan akalar. Meylarni baramcha misol bu qo'y taragani mana, taroqlar, asbob uskunalar turadigan joy. Taroqlar turadi mana, bayda baramcha mana. Baramcha, bayda ukordorlar turadi mana. Ukordorlar turadigan joy. Hamma ukordon bor mana, baramcha mana. Hamma ukordon bor. Birinchi o'rinda misol tartib intizom bo'lish kerak a. Shunaqa baramcha. To'g'ri mana. Alohida chiroyli qilib joyda qilib qo'ysa. Sanjoq qilib, saralab qo'yishdi akalar, ko'rib turibsizlar. Yosh bolalarga ham bo'y yetmaydi, xotirjam turaveradi. Ko'ldori. Svitlarni ham ko'rib turibsizlar. Bir qator 1 2 3 4 5 ta tushgan. Hamma qo'raga bittadan. Kameralarga o'rnatib qo'ygan ekansiz mana. Akalar haqiqiy to'sinlarni ham olib qo'ying mana. Tekis. Mana bir xilda. Mana baramjon karabga ham qo'yganmiz-da, hali hasha-pasha osilmasligi uchun. To'g'ri, karabga ham qo'yib ketilgan ekan mana. Mana shu to'sinlarni ham qarang mana, bir xilda hammasi. Bag'ri pishgan ishdan seysmopoyez quyilgan baramjon o'ta baquvvat bo'lgan. Pishgan qishdan quyilgan. Fundamenti ham mustahkam bo'lgan ekan. Xomg'ishdan baramjon 3 million aqabaqa bo'ldi xolos mana shu. 3 million rasxod ko'p ketdi, lekin umrbodlik pishiq bo'ladi. 3 million, 4 millionga raznechsa bo'ldi-yu, xomg'ishdan lekin umrbodlik bo'ldi. Umrbodlik bo'ldi. O'ta zo'r bo'ldi, umrbodlik bo'ldi. Yorbek, mana bu joy o'tgan safar Xomtahim aytib ketdim, qo'y qo'ydi, yungin olgani deb talab qiluvdingiz. Razvedkalar qo'yilgan mana. Mashinka qilamiz-ku yozda, ertaga. Ha, qo'y jinni olgani. Mashinka bayda bitta bor mana razvedka, keyin bitta ayda razvedka bor. O'zimiz bozorga tayyorlagandi mana menga haligi qo'shabaylar qo'y jinni olamiz. Qo'y jinni olgani bayda. Boramiz, bayda qo'y uylaymiz. Hamma joy adden bo'lgan ekan-a? Qo'y baq o'tkazmaslik uchun bunaqalar qo'yib qo'yamiz. Hamma baq videoga oladigan joymi? Ha, baqni videoga oladigan joy. Baqni ham keyinchalik ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir akalar bir boshdan ko'rsatib o'taveraylik. Hop, yo'lagi 2 metr dedingiz-a, jichagan. Yo'q, o'zi 2 metr dedingiz-a? Ha, 2 metr. 2 metr, mana 40 metr bo'lgan ekan ponni. Qo'rani ichi 25 metr ekan. Shunaqa, 25 metr. Akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Endi ashi molga ajratgan joyingizni ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik, ponni. Lekin bega umuman pardoz-mordoz qilmaganmiz. Yo'q, hali qo'yib ham quyilmagan. mana ana shunday yer holatida turibdi ko'rib. Bega vaqtincha qo'yxona qilib qo'ydik bahram. Vaqtincha qo'yxona bo'lgan bu ya. Mana endi barini ham ko'rsating mana. Baramcha mana molga moslab mana semirli o'g'irlarni qo'yib qo'yganmiz. Mana ko'rib o'g'ir tepasidan kuyilsa bo'ldi endi. Oxir mana molga ham endi bayda mana baydachidan nasalar 5 ta molga joy tashalgan ekan began. Xo'sh, yo'q, Bahramjon, bayga 3 ta. 3 ta. Mana bayga 3 ta mana. Har bitta to'sin orasiga bittadan. Har bitta ustun orasiga bittadan. Qo'yga maslab qo'y turib tishilgan bayda. O'zgarib qoldi. Endi bayda Bahramjon, ikki tomonda ham qo'yxona qilamiz. Qo'yxona bo'ladi. Ikki tomonda ham qo'yxona qilamiz. Mol boqish endi qaror qilmadik mana. Bahramjon, mana mayga ham xuddi shu formada pishganishdan bir 3 qator uramiz. Oxirga. Bag'ni buni profilda alingda qotiramiz. Tayyor oxir. O'z bu ham tayyor ekan. Bag'ni ham tayyor qilinsa bo'ldi. Bag'ni yonini to'ssak, bag' ham qo'ra bo'ladi. O'rta yo'lak aqabaqa kirib. Baydan ham yo'lak qilib qo'ygan ekan, saqa chiqqani akalar. Ko'rib turibsizlar. Mayshigacha 40 metr quramiz. 40 metr eshigacha. Diyorbek bitta tavsiyada endi siz bir tomonlama qilgan ekansiz, obunachilarda savol tug'ilishi mumkin.
Mana yo'lakni bag'iga ham mashincha qo'shsa zo'r chiqsa kerak a qura. Ikki tomonli bo'lsa. Ikki tomonlama qilsa zo'r bo'ladi-yu, jey ko'p ketadi. Jey ko'p ketadi, lekin ketadi-yu. haqiqat Uyda uylar 15 so'tlik, 20 so'tlik odam bo'lsa, jeyda muammo bo'lmasa, ikki tomonlama qilib yo'lakda o'rtadan shu forma qilib 2 metr bo'lsa, 1,5 metr ham kichkina. 2 metr bo'lsa, bitta labo mashina sig'adigan qilish kerak a. Asosan mashina sig'adigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. 2 metr bo'lsa, yana ham 3,5 metr suriladi, lekin qo'yxona ikki tomonlama bo'lsa, zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Dehqon odamlar bo'ladi, qo'y boqadiganlar. Shunaqasi zo'r bo'ladi. Misol, aytib qo'y chiqarib kirgizmaydi. Ponni o'g'ri qilaverasizda. To'g'ri, ponni o'g'ri bo'laveradi akalar. Ko'rib turibsizlar. Haqiqat hamma narsa o'nda bo'lagan ekan. Hop, Diyorbek bitta savol endi sizga. Endi obunachilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Hop. Endi mana shu holatga olib kelib oldingiz buni. Azmuncha rasxodga ketmagan baribir. Shuni endi obunachilarga bir ulashsak, necha pulga bitdi? Tagidan to shunga quruq yerdan misol zaspga to'kildi dedingiz, nechidir mashina. Zaspi ham juda ko'p etdi. Bahramjon tagini ko'tarildi dedingiz. Qo'yxona qurgan odam bor, tavsiya qilamanki, bel ko'tarsa, misol qo'yxonaning tagini ko'tarsin. Nima tagini cho'kib ham ancha cho'kib qolar ekanda. Biz Bahramjon mashaga mashadan nariga qo'y video qiladigan yo'lakgacha 35 ta, 36 ta zaspga ketdi, katta kamazda. 36 ta zaspga ketdi. Katta kamazda, qizil kamazda, sariq kamazda mashaga 36 ta ketdi. Xo'sh, beyda o'sha 0 dan oxirigacha bir 80 million, 90 million bag'ida ketdi. 90 million. 90 million. Hali shipiri bitmagan lekin. Shipiri bitmagan. Shipirni xom taxminan bir 3000 dollar bag'ida bitadi. O'shanda 120 million, 130 millionlarga 120 million, shunaqalarga 30 million bilan bag'ida yana mana aytlar bu narsa qilaman deyapsiz. Misol yozda sovutish tizimlari, ventilyator o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Xudo xolasa, Bahramjon aytayapman, erta borib boshqadan tindirib video qilamiz. Qo'shimcha bo'ylagan. Plakatlarni yopishtirib, qo'ylarni rasmini qilib, xudo xolasa, ventilyatorlarni qo'yib, sharoit tindirib qurib, xudo xolasa boshqadan yana bitta video qilamiz. O'shanda hozir 80 million ketdi mana shu turishiga. Hozircha 80 million. O'zingizdan ham bu narsa chiqqanmi? Teraklar, to'sinlar chiqqani bormi? To'sinlar o'zimizdan chiqqan, Bahramjon, yarmisi o'zimizdan chiqqan. O'shanga ozroq ketibdi-da, agar monolarni Bahramjon mashlarni 100 ming so'mdanmi olindi mashina. Har bittasini 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Mash qotordagi Bahramjon yo'lakni qotordagi ponni sotib olingan. Bag'i 70 ga qo'yilgan ekan. O'zimiz dehqonchilik, yarmini olganmiz. O'shanda o'zi salkam 100 millionga to'xtab qolgan yog'ochni ham ponni sotib oladigan. Chakam 100 million bo'ladi. Akalar zamonaviy narsalar menimcha qimmat narsa-da, bu qarag'ay. To'g'ri. Bu Rossiyadan keladi ishlarda shmisa. Yaxshi pishig'idan qo'yaverish kerak, umrvatli bo'ladi. 2 yil, 3 yil oldin 120 mingdan olingandi. Bu o'ta pishiqda. Necha yil bo'ldi hozir bu ishga tushganiga bu qora? 1 yil bo'lgan yo'q. 1 yil bo'lgan yo'q. O'tgan yili o'sha qishda harakat qildik. Rozada, ya? Ha, Rozada o'sha 1 yil bo'lib qoldi o'zi pastda. Satgan 1 yil bo'lib qoldi. Hozir xohlasa remont qilamiz. Necha bosh qo'yga mo'ljallangan bey? Beyga Bahramjon biz 80 ta bag'da sig'adi. Mashina o'zigami yo ag'imi ham? Mashina o'ziga 80 ta bag'da sig'adi. 80 bosh. Qo'zi qo'y bo'lsa 80 ta sig'averadi. Katta qo'y bo'lsa 70 ta bag'da sig'adi. 70 bosh. Ha, 70 bosh. Agar aniqlar ham misol haligi nima deydi? Oxir bo'ladigan bo'lsa 100 boshga ham mo'ljallangan ekan. Endi Bahramjon hozir mana molxonani aytyapsiz-ku? Molxonani qo'yxona qilib 100 ta bemalol yotaveradi qo'y. 100 ta qo'yni o'z bag'riga sig'diraveradi. O'z bag'riga sig'diraveradi. Xotirjam sig'averadi. Manayda savol tug'ilyapti endi. Mana uni tagini nima tavsiya berasiz? Misol. Endi Bahramjon beyga bor, misol mana biz tagi pastroq bo'lib qolgan, keyin turpoq tashladik. Ko'tariladi. Aslida turpoq tashab, shibin tashash kerak ekan. O'shani men ham bir ikkita shibin tashash kerak. Do'stlarimiz aytib o'tgan, shibin tashasa, biz ham ashitcha alayhibmiz. O'sha shibin tashalsa, xatolik o'tgan shay. Yumshoqdan keyin shibin tez botib ketarganda, qo'y bir xil oyog'i tuyog'i kirishi mumkin deydi. Kirmaydi-yu, tez turpoq bo'lgandan keyin yumshoq bo'ladi. Shibin tez kirib ketadi keyin, misol qo'yni siygandan keyin ham tortib ketishga, betida tura olmaydi-da. Tagi tortib ketadi. Tortib ketadi. Tagi quruq turadi. Sizni qo'yxona qurishda bitta xatoyingiz shu bo'lgan ekan. Mashina aka endi biz buni to'kkanimizdan keyin bir kishi aytdi-da, shunaqa qilish kerak edi. Endi biz buni to'g'ri. Akalar o'shanga e'tibor berib ketinglar mana. Buni ham yo'liga qo'yamiz. Ko'rib turibsizlar, mana shu tagiga shibin tashab turib, lekin slow deyapsiz-da, slow siydi, o'shaning uchun ham tagi ho'lroq. Ja, batqaq emas-u, ho'l. Misol. Ja, batqaq emas, misol quruq bo'nglarda. Uyib qolgan-da, to'g'rimi? Aplikalarni
aniq bo'lsak, bir oy yetadi. Suv idishlari ham qo'yib ketilgan ekan. Idishlari ham mana. Oldin ekan suv idishi ham. Ha, mana olinadi. Mana haqiqiy zamonaviy qo'raqa mos. O'zimizda bular 20 ming so'mdan. 20 ming so'mdan. Bayga misol suvni hali ba'zi bir qo'ralarda ko'ryapmiz. Hali svarka qilib, hali temirdan qilib uni suvini bo'lavergan, o'darishga qiynagan, buni yaxshi ekan. Ertamorga sharoit tindirib baramja beydan deb turing, xudo xolosa. Beyjicha bir 10 million abag'ida meylarga remontga sarf qilamiz, undan keyin bitta tindirib video qilamiz. Tindirib video qilamiz. Hamma montajlarni ham, svitlarni ham mana yo'lakka ham qo'yamiz. Yo'lakka ham yoritish qilyapti. Mana yo'lakka ham hech bo'lmaganda ikkita qo'yib qo'ysak, kechqurun kelgan odamlar ham qo'ydi, xotirjam ko'raveradi mana edi. Hozir mash stilda qo'ra quradigan akalarimizga tavsiya berasiz. Tavsiya qilamiz. Mash stilda qilsa ham bo'laveradi, lekin misol yo'lak jicha kengroq bo'lsa, dehqon odamlar ham yemni buvani tashirmaydi-da. To'g'ri. Mana meylarga baramcha yemni bir qator terib qo'ysa, xotirjam turaveradi. Misol bunaqa qilib qo'ysa, qo'yam o'tib ketmaydi, tovuq ham o'tmaydi. Yo'lak jicha keng qilaverishga 1,5 metr, 1 metrdan qochmash kerak-da. 1,5 metr, 1 metrdan qochmash. Jicha joydan qizg'anmay, nima deydi? Umrbodli bo'ladigan narsaga ozgina mehnatingizni sarfladingizmi, oxirigacha tindirib qilaverish kerak. Nimaki, buni bu yil qurib turib ertaga buzaman-da boshqatdan quraman deydigan oson ish emas. Bunchalik qilib olishni o'zi bo'lmaydi akalar. To'g'risi. Like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar videoni ko'ryapti turgan bo'lsa-lar, mana shu do'stimiz ham ma'lumotlar beryapti, chiroyli qilib. Shuni arqasidan mana daromadlar yaxshimi? Qo'ydi arqasidan? Daromadlar zo'r. Hamma yo'q zo'r. Hamma yo'q yaxshi. Kambug'amiz yo'q-ku. Chorvani arqasidan bo'lib kelyapti. Qo'yda baraka. To'g'risiga biz ham o'zimiz molg'am jey qildik endi. Qo'yda baraka, xudo xolasa endi ashalagan qo'ylarni jeylaymiz. Xudo xolasa. Molda bunchalik qo'yda qilib bo'lmaydi, to'g'risi gapda. Endi bir xillar mol ham boqadi, lekin bizga qo'y yaxshi. Qo'y yaxshi, effekti yaxshi qo'ydi. 2-3 oy boqsangiz ham normalni qo'yda qolaveradi-da. Qo'yda qolaveradi. Bekarchi odam bo'lsa, yemlarni olib, qo'yni yaxshisini olib, qo'yni ham olishga e'tibor berish kerak. Qo'y ekanda olib ketolmay, tishiga qarash kerak, sifatiga qarash kerak. Yoshiga. Yaxshi iloji boricha qirg'iznikini ham tashlash kerak. Qirg'izni qo'yi zo'r o'zgaradi, o'sib beradi ham, lekin Qashqadaryoni qo'yi ham zo'r semiradi. Go'sht yo'nalishiga Qashqadaryo. Go'sht yo'nalishiga bo'lsa Qashqadaryoni olganga ham yetmaydi. To'g'ri. Qirg'iznikini zotga olsa yaxshi. Seleksiya chiqargani qo'yi bilan qirg'izni qo'yi 1,5-2 farqi bor. Misol, hozir tashlasangiz 5 oyda tayyor bo'ladi qirg'izni qo'y, 5-6 oyda. Qashqadaryoniki 4 oyda tayyor bo'ladi. 4 oyda xotirjam niq bo'lib qoladi. Go'sht yo'nalishiga effekti yaxshi. Yemlarni ham arzonlashtirish uchun qaynatib berish kerak baramjon. Xo'sh, arpa, bug'doy, makkani qaynatib berilsa baramja ham ancha odam ko'payadi ham. Hali rasxotingiz kamayib boradi. Quruq bergandan o'sha ham yaxshi. Quruq bersangiz baramja 6 oy tayyor bo'ladi. Qaynatib bersangiz 4 oy tayyor bo'ladi, 2 oy yutasiz. Misol, yemdan ham yutiladi. 20 ta qo'yib baqsangiz baramja, misol 4 oyda hech yo'q bo'lmadi deganda bir 6 million, 5 million yutasiz-da. To'g'ri. 6 million, 5 million yutasiz. Oyiga 3 milliondan yutagansiz akalar. O'shaga ham e'tibor berib qo'yinglar. Shularga e'tibor berish kerak. Buni vaqtim bo'lmayapti deb mana tagidan hech chiqadi. Unga sarf qilmaysiz. Tagida qayda shuni ilashtirib qo'ysangiz, tursa pishadi. To'g'ri. Bunday mana qiydan bir 5 ta 6 ta bilan. Mana shuni o'zi bahorga chiqib ko'chiradigan bo'lib qolgan bo'lsa kerak o'zi bu. Bahorga chiqib ko'chiramiz bu. Mana akalar, haqiqiy o'zidan bular ko'chirib birata dalaga olib tashlab beramiz baramjon. To'g'ri. Misol, kerakligini olamiz, bir marta olamiz baramjon. Bir marta olsa o'z bayda adat yo'q chiqadi-da. Baydan bo'lib bir kamas chiqadi. Bir kamas? Bir kamas, oxirida mashinaga bir kamas. Mancha o'tib ketadi-da baramjon. Bir kamas chiqadi. Birinchisini olamiz, keyingisini fermerlarga berib yuboramiz. Dalasiga to'yib yuboramiz. Mana akalar, hamma tomonlama effekti yaxshi. Qo'yda baribir baraka bor akalar. Ko'rib turibsizlar. Eshigi ham 2 metrdan oshiq ekan, 2 metrmi? 2 metrdan oshiq eshigi. Mashina kirib chiqavergan ekan. Mashina kiradi, menga qo'yadi. Haqiqiy shuni yuklab zo'r bo'lgan ekan. Hop, Diyorbek. Bu videoga oladigan joy-a bu? Video oladigan joy baramjon. Mana menejamda qolsa, mana menejam bir keyinchalik bir xona uy qurib, kichikroq o'yincha qilib shogirdlarga uy qilib beramiz bayga. To'g'ri, hali keldi-ketdi odamlarga ham, kattaroq mehmonlar ham keladi-yu, odamlar uzoqdan qoladigan qilib sharoitlardan qilib beramiz bayga. Hamma joy sharoitlar bo'ladi. Bayga keladigan bo'lsa, baramjon mana bay. Video oladigan joy, syomka oladigan joy. Necha metr uzunligi Diyorbek? Bir uzunligimi? 15 metr bor ekan-a bu ham. 15 metrdan oshiqroq baramjon bu. Mana 17 metr chiqsa kerak baramjon. 17 metr. Eniga 5 metrdan ham oshiq, 5 metr. Eniga 5 metr baramjon. Eniga 5 metr ekan. Tashkilot kuyilgan mana yağmur yog'sa suvlar chiqib ketadi mana bunday qiladi baramjon. Haqiqiy zamonaviy qo'yxonani siz endi qo'yni oldi sotish bilan shug'ullanasiz, o'shanga joy qilingan. Abzatilmi? Bo'lmasa bo'lmaydi. Misol, qo'rani ichida bir xil qo'ylar ko'rinmaydi. Menga olib chiqib ko'rsak,
oyoq qo'llari. Ko'chada qochib ketib qolishi mumkin. Mana edi hamma mana. Yeb ichishni xotirjam yurganda ko'rib oladi. Haqiqiy sharoit zo'r bo'lgan ekan-a. Ha, sharoit daho tindirib qo'yganmiz. Mana. Hop, endi Diyorbek qo'ldan kelganicha hamma ma'lumotni aytib o'tdik degan umiddaman. Xolasa hammasi bo'ldi, xolos. Yana kam kustini kommentar yozishaveradi. Savol, taklif bo'lsa kommentariya yozishadi. Fikr almashasiz. Qanaqadir sizni kamchiliklaringiz bo'lsa, siz o'rganasiz. Ular kamchilik bo'lsa, ular o'zlari. Shunaqa bejilda yozishaveradi, Ramjon. Mana, xohlasa sizni ham Alloh chorvangizga baraka bersin. Mana shu videoni ko'ryap turgan aka-ukalarimizga tilab qolamiz shunaqa o'roqlarni. Xolasa Nasib qilsin. chorvasiga baraka bersin. Mana akalar. Xohlasa arzon qo'ylar olib kelsangiz chaqirasiz, video syomka qilib chiqaramiz xohlasa. Qo'ylar tugadi, shu bir 6-7 ta qo'ylar qoldi. Endi yangi partiya 2 kunda keladi, qo'yamiz xohlasa. Bo'ldi. Mana shu kanalni kuzatib borasizlar akalar. Xohlasa video syomkalarimizni yakunlaymiz. Ozgina bo'lsa ham sizlarga ma'lumot ulashgan bo'lsak, biz bundan xursandmiz akalar. O'tgan safar o'zim gapirib berdim. Mana bugun do'stimiz o'zlari chiqib, chiroyli qilib gapirib, hamma ma'lumotni yetkazib o'tdilar. Nima deymiz akalar? Hammaga nasib qilsa mana qo'ylarda qo'y baqish. Qo'chqor baqasimi, sovliq baqasimi nima baqsangiz ham akalar baraka bor qo'yda. Chiroyli qilib vaqinglar mana shunaqa qo'roqlar qurib, o'zlaringda fikrlaring bilan qursalaring ham bo'laveradi. Mana bu qo'shimcha ma'lumot Diyorbek. Shunaqa baram. Bu qo'shimcha ma'lumot. Kam kusti bo'lsa, kommentariya yozishaveradi. Javob Kommentariyaga yozaverasizlar. Mana shu do'stimiz bilan hamjihatlikda xohlasa javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.